Assalomu alaykum obunachilar, uzumchilar, vatandoshlar. Ana bugun sanamiz 28-iyun sanasiga yetib keldik. Bog'imizda uzumlar birin-ketin pishib boshlayapti. Endi ularni shu qushdan himoya qilish eng birinchi muammo. Shu qushni bartaraf qilish kerak, cho'qib tashlaydi. Bu qushlardan himoya qilishning yaxshi varianti bu qog'ozda qo'yish, varanka. Varanka boshlayapti. Bu üzümümüz yasya kişmiş mana. Donlari yirik. Juda bir yirik donlari. İçida urug'i yo'q. Yangina bu. Yasya kişmiş. Bu pishishiga bir hafta bor mana. Ranglar kirib, qop-qora bo'lib, yaxshi maza qiladi. Keyin yana bitta qushlardan himoya qilishning yo'li mana bunaqangi torsetka. Mana kamerada yaxshi ko'rinmaydi. Ingichka setkalar bo'ladi. Mana shunaqangi setkalardan tortish kerak. Bu ham bitta yo'li. Qushlar kira olmaydi. Mana shunaqa qilib. Qushlardan himoya. Mana bu kishmishimiz ham pishgan. Yangi nav Simus. Mazasida sitrus mevalarining mazasi bor. Ranglari sap-sariq bo'lib pishgan. Mana bu ham yaxshi himoya qilish kerak. Kecha olib tortdik. Biz ham birinchi yil qilishimiz buni. Mana bu uzumlarimiz Velis. Bular ham rang kirib boshlayapti mana. Qushlar cho'qib tashagan mana tepalarini. Mana bularga mana oq materialdan, surpdan o'rab qo'ydik mana. Tepasini qaranglar, qush yeb tashagan. Kecha o'radim. Himoya qilish uchun. Qushlar rosa ko'p bu yil. Mana shunaqa tortib tashadik. Buni ham ko'ramiz endi natijasini qanday bo'ladi. Mana Velis uzumlar. Mana qushlar to'kib tashagan donlar. Ana bu kishmishimiz ham pishgan, yangida mana. Geliador, muskatniy tam. Buni ham mazasi o'ta ajoyib muskatdan. Geliador kishmish. Mana o'tgan yilgi ko'chat hali bu. Shingillari juda yirik bo'ladi, donlari ham yaxshi. Mazasi zo'r ekan. Geliador kishmish. Rainbow navi. Donlari juda yirik. Mana. Buni ham qushlar cho'qib boshlabdi mana, cho'qilab qushlar. Rainbow. Naviga ham rang kirib boshladi. Bu ham qop-qora bo'lib pishadi, doni. Qora kishmishlarga ham rang kirib qopti. Bular kishmishlar. Kishmish bog'imiz mana. Qora kishmishlarga endi rang kirishni boshladi. 28-iyun holati. Mana bu navimiz Jupiter. Kishmish Jupiter. Muskatdamni kishmish amerikanski. Bunga mana shu torsetkadan qildik. Qushlardan himoya qilish uchun. Muskatdamda hali bu qop-qora bo'lib pishadi. Bu yoqda ham bor. Bunga setka bilan o'rab qo'ydik mana. Qushlar cho'qib tashayapti. Pastki taraflari. Üzümlarni qushlardan qo'rishning yana bitta usuli. Bu qushlar burgut, qirg'iy, shunaqangi yirtqich qushlardan qochadi, chumchuq, shunaqa mayda qushlar. Shunga biz mana bunaqangi qilib varrakda ilib qo'ydik. Burgutning rasmi bor. Chumchuqlarni qo'rqitish uchun. Va buning ovozini mana bunaqa karnayda qo'yamiz.
Shunda ancha cho'chita qushlarni. Manadir. Qo'yamiz.